Ya assalomu alaykum shefim. Menga qaralagacha hozirda katta shef keladi. Ya sizda ham katta shef bormi shefim? Ishing bo'lmasin, o'sha katta shefni yaxshilab mehmon qilasan, keyin oxirida mana shu hujjatlarga qo'l qo'yib olasan, tushundingmi? Bo'ldi, yes qilamiz shefim. Ya assalomu alaykum shefim. Qadamlariga hasanot, oyoq tagiga krokodil terisidan terib solaymi? Shefim, muncha kelishgansiz, dunyo go'zal emasmisiz shefim? Biron kun vaqtingiz bormi? Nimaga? Tushunga kiring shefim. Shunday yaxshi ko'rdim sizni. Yuring. Mehmonim bo'ling shefim. Yuring. Yoping. O'zim yopaman shefim. Avoda bo'lmang. Yuring. Qani keling shefim. Keling shefim. Sochingizni kim olgan shefim? Leonardo DiCaprio'ni sartarosh olganmi? Shefim, siz oyga tik qaramang. Nimaga? Oy uyalib qoladi husnidan. Shefim nima ichasiz? Oddiy bezga suv bo'ladi. Yo, oddiy bezga suvni oddiy insonlar ichadi. Siz Mojito Ice Tea ichasiz. Mojito Ice Tea studio. Shefim, nechinchi yilsiz? 98. Yaxshi ham urush payti tug'ilmagan ekansiz shefim. Voy nimaga? Sizni hozir ko'rmagan bo'lardim shefim. Baxtimga tiriksiz. Sheflarni shefi qalbi mardog'i nima yeysiz? Nima bor o'zi? Garizon restoranida yo'q narsani o'zi yo'q. Yevropa ovqatlaridan tortib o'zimizning milliy ovqatlargacha bor. Ani kitni ustidan sho'rva ichasizmi? Ha, bo'lsa olib keling, ichaman. Kit yo'q der hozir. Kesin qilib beraman, xo'p? Ungacha Buxarestki vag'uri bilan Buxarestki shashliklardan mazza qilib yeng, bular hozir trendda. Voy, bu televizordagi chiqqanmi? Yo, bu televizor emas, blogerlar reklama qilgan. Ha, bitta yeb ko'raymi? Ye. Чисто Buxarestki. Shefim. Mana qarang o'zi, nima maqsadda meni bunaqa olib keldingiz bu yerga? Mani maqsadimmi? Ha? Shefim. Mana shu hujjatga bitta qo'l qo'ysangiz bo'ldi. Menga shef qo'yadi. Siz kimsiz? Men shef shopirman. Shef qayerda? Ha, shef mashinada o'tiribdi. Men tushdim. Shoshmay insam qo'limdan tortib ketyapti. Shefni ochmoqchi edim eshigini. To'xtang, mana shu yo'g'ali zo'r ekan. Qo'y! Nechinchi yilsan? 98. 41-yilda tug'ilib, urushda o'lib ketsang bo'lmasmidi? Qani Esimdan chiqib qoldi. Shefim. shefing o'lib qopti-ku. Qayerda yuribsan? Haligi shef anaqa. Ya assalomu alaykum. Yuzidagi nurini qarab shefdi. Shefim, bitta mana shu hujjatga qo'l qo'yib bering. Pashol. Bo'ldi, tushundim. Qolganini aytmang. Tushundim nima demoqchiligingizni. Yo'q kelsa. Borda yegan shotini to'la. Siz hali ketdi go'shtdan sho'rva qilib bermoqchi edingiz-ku. Qurtdobi-ye? Ha. O'zi ketim chiqib yotibdi.